Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz, bizani YouTube orqali kuzatib borayotgan insonlar. Bugungi mavzuyimiz bo'yin osteoxondrozi, bo'yin protruziya, bo'yin grijasi masalasi bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, har 3 ta bemorimizdan bittasi, ya'ni o'sha bo'yin masalasi bo'yicha, ya'ni bo'yin muammolari bo'yicha bizga murojaat qilishadi. Xo'p, bugungi MRTni ham qisqacha ko'rib chiqamiz. Bemorimizda xo'p, S3, S4 qismlarida 2,5 mm protruziya, hop, S4 va S5 qismlarida 1,5 mm protruziya va S5, S6 qismlarida esa 2,2 mm protruziya bor. 3 ta protruziya bor. Hop, bu bemorimiz bizga murojaat qilishlaridan asosiy sabablardan bittasi bu eng asosiysi bosh og'rig'i. Bosh og'ruvi, davleni me'yorida bo'lmasligi, bir ko'tarilib ketishi, bir tushib ketishi va qo'lga og'ruv berishi. Yelka bo'ylab qo'lga og'ruv berib, qo'llarning uchlaridan uyushib ketdi. Qo'l harakatlari cheklanganligi hisobidan bizga murojaat qilishdi. Xo'p. Ko'rishingiz mumkin, bo'yin qismida o'sha eng kattasi 208 mm protruziya. Xo'p. Protruziya bel bilan bo'yinning nima farqi bor? Bel qismida kanal katta bo'lganligi uchun 3 mm protruziya unchalik ozor bermaydi. Lekin bo'yinda kanal torligi hisobiga 3 mm ham juda katta hisoblanadi va 3 mm protruziya ham muammo keltirib chiqazadi. Shu sababdan masalan bo'yin qismida nervlar ko'p bo'lganligi uchun 3 mm chiqsa, masalan shu qismida protruziya chiqsa, bu ko'pincha o'sha qo'liga, masalan shu yerdan nervlardan tortib sekin qo'liga uyushib beradi. Nega bo'yinda chiqqan protruziya yoki grijya qo'lga og'ruv beradi? Chunki bu yerda qo'l harakatlarini tartibga soluvchi nerv qismlari hammasi bo'yindan o'tgan bo'ladi. Masalan, ko'plarda bo'lishi mumkin, yurak qismi siqadi. Yurak siqilaveradi, ko'ngil qanaqadir xotirjam emas. Ular ham yurak qismidagi nervlarni yoki o'pka, jigarga ham ta'sir qilishi mumkin. Xo'p, bemorimizda hozir yoshlari 40 yosh bo'lganligi sababli bularda ko'pincha davleni ko'tarilib ketyapti. Davleni ko'tarilib ketyapti chunki nerv siqilyapti, qon yaxshi aylanmayapti, metabolizm buzilgan. Qonlari ham yaxshi aylanmagani hisobiga qon ham quyilib ketadi. Shu sababdan biz hozir bularga birinchi navbatda muolajalarni boshladik. 10 yoki 12 kunlik muolajani belgiladik va ularga muolajalarni olib boramiz. Xo'p, ko'pincha bo'yinda yana qanaqa holatlar bo'lishi mumkin? Bo'yin protruziyasi yoki bo'yin grijasida qanaqa alomatlar yoki qanaqa ta'sirlari bo'lishi mumkin? Ko'pincha eng birinchi navbatda bosh og'riydi. Bu birinchisi. Bosh aylanadi, ko'ngil ayniydi, o'sha qusgisi kelib ketadi odam. Shulardan bilib olsangiz bo'ladi bo'yinda. Bo'yin qanaqadir nekomfortniy bo'ladi. Shu holatlari odatdagidek bo'lmaydi. Masalan, odatda masalan sog'lom odamda bemalol chapga, o'ngga, orqa, oldiga borib kelsa, ularda o'sha cheklanishlar sekin-sekin paydo bo'la boshlaydi. Shu sababdan biz muolajani boshladik. Endi sizlarga qisqacha uy sharoitida yoki har qanday vaziyatlarda bo'yin uchun qanaqa mashqlarni qilishni ko'rsatib o'tamiz. Agar video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, iltimos like bosishni unutmanglar. Kommentariyga o'zingizlarni qiziqtirgan savolinglarni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz mashqlarni boshladik. Bu video aynan bo'yin sohasida muammosi bor odamlar, ya'ni osteoxondroz bo'lishi mumkin, protruziya yoki grijyasi bor odamlar uchun ayni muddao bo'ladi. Bu mashqlar doimiy qilib borish natijasida bo'yingizdan muammolardan xalos bo'lasiz. Lekin sekin astalik bilan kuchaytirib boramiz. Shu boisdan bu mashqlarimiz ozgina murakkabroq, sal og'riq beradi, chunki bo'yin qismi
muskullardan va mushaklardan tashkil topganligi hisobidan shu qismida og'riq bo'ladi tabiiy, lekin o'shani sekin asta qilib borsak, bo'yinni mustahkamligini oshirib boramiz. Hop, sekin qilasizlar. Masalan, men standartini ko'rsataman. Sizlar esa sekin o'zingizga, masalan, men har bittasini 10 tadan qilsam, lekin sizlar o'shani 5 tadan boshlaysizlar. 5 ta bugun, ertaga 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 tagacha olib chiqasizlar. O'shanda sekin bo'yninglar ham baquvvat bo'ladi. Biz boshladik, ketdik. Birinchisi, shunaqa joy topib olasizlar. Masalan, uyda divan yoki yerga qo'ysanglar ham bo'ladi. Sal boshinglar balandroq turishi kerak. Ketdi. Birinchi mashq bu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ikkinchi soatga qarab aylanaveramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, 10. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, 10. Mashqimiz tugadi. Hop. Bu mashq davleniyani ko'tarib yuborishi mumkin, ozgina ko'tarishi mumkin, chunki qon aylanishi yaxshilanadi. Qanaqadir boshingiz aylanishi mumkin yoki shunaqa ko'ngil aynib qolishi mumkin, lekin boshida shunaqa bo'ladi. 1 2 3 kunlarda shunaqa bo'ladi, lekin doimiy qilib boringlar. Chunki shaxsan o'zimda bemorlarimizga ham xuddi shuni tavsiya qilaman va muolaja davomida shu mashqlarni qildirib boraman. Aynan zo'r ta'sir qiladi. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. O'zimda sinab ko'rgan narsani sizlarga ham tavsiya qilaman. Oson emas, hech narsa oson emas. Davolanish ham oson emas yoki tuzalish ham oson emas. Masalan, grija bo'lish qanchalik oson bo'lmagan bo'lsa, u masalan yillar davomida orttirgan bo'lsangiz, qutula olmayotgan bo'lsangiz, og'riq, azob chekayotgan bo'lsa, undan ham qutulish oson emas. Uning uchun ustida doimiy ishlash kerak, mashg'ulotlarni qilish kerak, muolajalarni olish kerak, davomiy bo'lish kerak. Hamma narsa davomiy bo'lsa, sizlarda o'sha muammolar ham bartaraf etiladi. Yana nima demoqchi edim? Xo'p, shu mashqlarni davom ettirasizlar. Kommentariyaga yana qaysi mavzularda video qilishimni qisqacha yozib o'tasizlar. Xo'p, nomerlarimiz bor. Agar mashqlarda ham yoki qanaqadir holatlarda ham yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Doktor Muxtorov klinikasi, Doktor Muxtorov jamoasi sizlar uchun har doim yordam berishga tayyormiz. Davolab bo'yin grijasi, bel, ko'krak qafasidagi grijalarni hammasini davolab kelyapmiz. Bemalol sizlarga ham yordam beramiz. Sog' va salomat bo'linglar, bo'yninglarni asrab qolinglar. Sog' bo'linglar.